Haqiqiy drama do'stlar. Real Madrid Chempionlar Ligasining chorak finaliga yo'l oldi va Arsenal bilan o'ynaydi. 30-sekundda Metropolitano stadionida Gallagherning goli bilan o'yin boshlandi. Ko'pchilik bunday startni albatta kutmagan. Keyinchalik biz Vinicius tomonidan kiritilmagan juda ham muhim penaltini ko'rdik. Dahshatli ruhda kechgan ekstra taymlarni ham ko'rdik va Atletico Madrid uchun tragediyaga aylangan navbatdagi penaltilar seriyasi do'stlar. Yana Atletico Madrid, yana Real Madrid, yana ekstra taymlar so'nggi daqiqalar va penaltilar seriyasi. Bilmadim, Simeone bu mag'lubiyatni qanday qilib tushuntirar ekan. Antonio Rudiger bir necha mana shunday yuqori darajadagi muhim o'yinlarda Cityga qarshi bo'lib o'tgan o'yindagi penaltilar seriyasini eslang. Oxirgi golni aynan Antonio Rudiger kiritgandi va bugun ham butun Metropolitanoda yig'ilgan muxlislarning ko'zga yosh keladigan darajada gol kiritdi va Real Madridni keyingi bosqichga olib chiqdi. Va do'stlar, shu bilan keyingi bosqichda o'ynaydigan juftliklar nomi aniq. Arsenal Real Madrid, PSG Aston Villa bilan o'ynaydi, Barcelona Borussia Dortmundga qarshi va Bavariya Inter to'qnashuvlarini ko'ramiz. Yevropa klassikosiga aylanib bo'lgan bu Madrid derbisi haqida juda ham ko'p ma'lumotlar, videolar chiqadi va eksklyuziv videolarni sizga taqdim etishga harakat qilaman. Keyingi bosqichni yana birgalikda kuzatguncha Vamos. Agar Vamos Farruh Telegram kanaliga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq a'zo bo'ling. U yerda ham eksklyuziv ma'lumotlarni sizga yetkazib turaman. Endi rostdan ham Vamos.